o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan va quyoshda rangi o'zgarmaydigan 20 yil garantiyali Gold Euro Fassaddamiz qadrdonlar. Biz showroomga kelganmiz, operator yaqinlashamiz. Operator tezlashamiz. Ko'ryapsizlarmi? 24 xildan ortiq shakllar, 50 xildan ortiq ranglari bor ekan qadrdonlar. Ko'ryapsizlarmi? Assortimentlarda zo'rligini pakazga mana qadrdonlar zo'r qilishib qo'yibdi. Yangiliklarni bugun bombasidamiz. Gold Euro Fassadda doimiy yangilik, doimiy oldinda. Akalar ko'ryapsizlar, har xil shakllarda granit, mramor fasonlarni ham akalarimiz zo'r qilib ishlashib tashlabdi. Eng asosiysi mana shu akalarimizning mehnatiga, mana shu joydagi mehnatga, dekorativkaga bitta laykni bosib qo'yinglar, biz sizlarga chiroyli qilib obzorini qilib beramiz. Bu yerda akalarimiz chiroyli qilib bu biznesni o'rgatib ham qo'yar ekan. Mana bunday sifatli bo'lgan fasadli plitkalarimizni qadrdonlar O'zbekiston bo'ylab yetkazib olib borib berishar ekan. Akalarimizni va meni mehnatimni qadrlab, laykni bosinglar, biz sizlarga chiroyli qilib hozir ma'lumotlarni berib o'tamiz. Abdullajon, shakarsan, shakar degani xuddi shu bo'ladi qadrdonlar. Dekorativni, tabiatni yaxshi ko'radigan, mana shunday uychalarni qilib, bog'cha, maktab bo'ladimi, xonadoningizga bo'ladimi? Shunday akalarimiz bor, ofislar uchun, xonadoniga mana shunday dekorativni holatda haligi uychalarni qiladigan akalarimiz bor. Qadrdonlar, biz o'sha Gold Euro Fassad, o'sha joyda topdik akalar. Xohlasalaring mana shunday fasonda akalarimiz zo'r qilib xonadoningizga ham qilib beraveradi. Ko'ryapsizlarmi? Juda ham chiroyli holatda. Xohlasangiz muzqaymoq xonalarga, xohlasangiz gaz voda sotadigan joylarga ham qilsangiz bo'laveradi akalar. Ko'ryapsizlar, quyoshda rangi o'zgarmaydi, yuvsangiz bo'laveradi. Kerak bo'lsa har kuni kartof ursangiz ham bo'laveradi akalar. Bismillahirrohmanirrohim. Qadrdonlar, biz boshladik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Aka, salomatmisiz? Shukrdik. Shukrsizlar. O'zingiz yaxshimi aka? Rahmat Allohga. Salomatmisizlar? Xalq xizmatida juda ham chiroyli ishlab chiqarishlarni qilyapsizlar aka. Alhamdulillah. Ko'rib havas qildik. Rosa ijod qilgimiz keldi bu joyni ko'rib aka. Menimcha ancha muddatlik mehnat bor bu yerda aka. 3 oylik mehnat yotibdi. 3 oylik. Bu yerda keyin katta yangiliklar yotibdi buning tagida inshaalloh. Aha. Men birma-bir tanishtirib olamiz. Aka, xalq nomidan savol beraverasiz, xudo xolisa. Gap yo'q. Aka, bitta manzilni o'zingiz aytib qo'ying, bu joyning manzili. Manzilimiz Andijon viloyati, Andijon shahrida Soydan, qurug'idan to'g'ri kelganda Jahon bozoriga yetmasdan ikkinchi Andijondan o'tib Gold Euro Fassad kelishadi, xudo xolisa. Gold Euro Fassad. Qadrdonlar, biz boshladik. Aka, bir boshdan boshlayveramiz aka. Aha. Juda ham chiroyli holatda mana haligi nima deydi? Ko'rgazmaga juda ham chiroyli holatda bo'libdi aka. Mana bu narsalar menimcha yangilik aka. Bu o'g'illi burchagimiz yangilik. Aha. Xudo xolisa, mana birinchi yangiliklardan inshaalloh. Aha. Yana yangiliklarimiz bor. Ko'p joylar oldin manaqa tunika fon bo'ladigan bo'lsa, Ha, qirg'oqlar, aha, burchaklar. hozirgi kunda mana toshimizni o'zidan klientlarimizni, xaridorlarimizni talabiga binoan chiqarilgan o'g'illi burchagimiz. Aha. Xudo xolisa yana bundan tashqari yana yangiliklarimiz bor. Inshaalloh. Eng trendda bo'layotganlardan mana hozir yangilik chiqdi-yu, uje zakasi kirib ketdi mana. Cambervini deb chiqdi bunimiz, yangiligimiz. Camber minimi aka? Cambervini. Aha. Buni ham gladkiyi bor, ham dekorativniy holati bor bir toshda. Hozir bu dekorativniy holat ekan aka. Aha, bu ham gladkiy mana turibdi. Va dekorativniy holati mana. Devorga chiqqanda juda ham chiroyli shakl beradi. Aha. Keyin yana bitta yangiligimiz mana Regal burchagimiz chiqdi mana. Regalimiz. Mashalloh. Birinchi karada biri tashiga chiqdi. Biri bu haligi nemis qishidan olingan bu. Aha. Xudo xolasa, bunimiz ham trend. Gold Euro Fassad faqat sifat uchun, yangilik chiqarish uchun ishlaydi. Hozirgi kunda yana yangiliklarimiz bor. 3D'larimiz mana sizlar obunachilaringiz ko'rmagan bo'lsa, 3D'miz, yaqinda Alloh nasib qilsa buni 4D'si ham chiqyapti, ham sovuqli ham chiqyapti. Hozir xudo xolasa yana o'g'il burchaklarimizni shakllari har xil bo'lib, yana 3-4 xil yangiligimiz o'g'ilni o'zidan ko'p yangiligimiz, xudo xolasa to'xtamaymiz yangilik chiqarish bo'yicha. İşte sonimiz, sifati muhim degan akalarimiz Gold Euro Fassad bo'ladi. Albatta keyin bu yerda faqat mutaxassislar ishlaydi aka. Bu yerda qalib quyuvchi ham, tosh quyuvchi ham, hammasi mutaxassis inshaalloh. O'z ishining ustasi. O'z ishining ustasi. Tajribali ustalar kanali hamisha eng sizlarga tajribalilarini tavsiya qiladi inshaalloh.
Ko'p joylarda fasadli plitka o'zimizni shogirdlarimiz ham bor mana. Konkurent deydimi, konkurentlarimiz ham bor. Lekin ular ham kelib o'rganib ketadi. Demak, sizlar juda ham ko'p shogirdlarni chiqargansizlar, inshaalloh. Alhamdulillah. O'zbekistonning barcha hududida bor shogirdlar. O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Amerika, Zambiyada ham bor. Jo'natganlarimiz, mana o'zimizni obunachilarimiz yaqinda ko'rdi. Amerikaga da jo'natdik. Alloh nasib qiladigan bo'lsa, hozir qaysi davlat, Ruminiyamiki, shu yerdan hozir klientlarimiz bor. Alloh nasib qilsa, ularga ham jo'natamiz. Yana bir yangiligimiz mana Diki Kamen mana kattaroq formatda chiqqan toshlarimizga nisbatan bu katta obyektlarga chiroyli turadi. Endi bu yerda quyilish uslublari bor bu yerda mana ko'ryapsiz. Ko'pchilik o'ylaydiki, bu rangi 3 xil rang bor shu yerda o'zida. 3 xil rang bor. Mana bunisi bor mana. Buni ichida 4 xil, 5 xil rang bor o'zi toshni o'zida. Bularimiz hozir sizdan misol uchun shu narsalarni o'rganmoqchi bo'lganlarga sharoitlar ham bormi aka? Bu yerga shu yangilik shu biznes boshlayman deb kelganlarga yotoq sharoiti, bir mahal issiq ovqati, 6 xil, 7 xil uslubda tosh quyishni o'rgatishimiz besplatniy. Besplatniy. Kelib o'rganib ketib, o'zini viloyatida, o'zini shahrida, o'zini davlatida boshlasa, o'zini viloyatidan, o'zini shahridan tushayotgan klientlar bilan ham ta'minlab turamiz. Mashalloh. Aka, buni sharti qanday bo'ladi? Misol uchun bir mahal issiq ovqati, yotoq joyi bor, o'rgatish bepul. Sizlardan qolip olish kerakmi? Qolib oladigan bo'lsa, bo'ldi. Qolganini inshaalloh 0 dan 100% gacha o'rgatamiz. Necha kvadrat olsa shu biznesni misol rivojlantirib olsa, necha pul bilan boshlanib, necha kvadrat? Hozirgi kunda 10 kvadrat bilan boshlaganlar ham bor. Eng kami 10 kvadrat bilan 250-300 kvadratga da olganlar bor. 30 kvadrat bilan boshlab olsa yana ham yaxshi ekan. Endi 30 kvadrat bilan boshlaydigan bo'lsa, men kelgan xaridorlarga aytaman-da, e'tibor beringlar. 100 kvadrat bilan boshlasa ham ulgurmaydi hozirgi kunda. Uning uchun kelib to'liq обучениeni qilish kerak. 3 kundan 15 kun, 1 oyga da biz o'rganguncha yursa, yuraveradi, biz rozimiz. Qancha shunaqangi sizlardek sifatli o'rgan bo'lsa, ishi to'xtamaydi inshaalloh. Albatta inshaalloh. Birinchi navbatda sifat muhimda. Sifat, albatta. Misol gap o'zingizga не только bu tosh, boshqa narsa olsangiz ham birinchi bo'lib sifatligini olasizda. To'ppa-to'g'ri. Ana shuning uchun qancha sifatli tosh chiqaradigan bo'lsa, shuncha bozori zo'r yuradi. Qoliflarimiz hozirgi kunda qanaqa bo'lyapti ekan? Qoliflarimiz mana keling. Qoliflarimiz $195 dan $210 garantiyasi bor har birini. Aka, bunichi o'ziga yarasha sir-sinoti bor, to'g'rimi aka? Qolifdan olish jarayonini ham. Keladi aka, 0 dan 100% gacha o'rganadi inshaalloh. Endi qolipimizni biz yaqib, mashinani tagiga tashab, cho'zib o'ynamaymiz. Sizni obunachilaringizdan nomidan keladigan bo'lsa, biz garantiya beramiz buniga kuniga 2 mahal 80 gradusga kirishga. Mashalloh. Mana ertaman kimdir zakaz ko'payib ketib 2 mahal quymoqchi bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh 2 mahal turib beradi. Biz bergan garantiyada razmeridan qochib ketadigan bo'lsa, Alloh nasib qilsa alishtirib beramiz. Mana shu yoqqa Gold Yevrofasad bilan ishlayotgan hamkorlarimiz bor. Har bir viloyatda, har bir davlatda bor. Alhamdulillah, hammasi mamnun. Xursand, hammasi. Xursand объемini ko'taryapti. O'sha hammasi yo'liga tushib, nima deydi, bu sohadan hozirgi kunda qancha narsalarni orttirib olgan inshaalloh. Albatta, alhamdulillah. Hozirgi kunda mana o'zimizni Rosmon ishxonamiz Andijonda, Namanganda, Erevadonda, Toshkentda, Bardanko'lda o'zimizning ishxona bor. U yerda ham haqiqiy mutaxassislar ishlaydi. Demak, hamma joyda filiallar bor. Bor. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka, bularimizni rangi o'zgarmasligi, garantiyasi bor, to'g'rimi aka? Albatta, ranglari quyma bo'ladi aka bularni. 20 yil garantiya beramiz. Issiq ovqatga chidamlik, mo'yshik, qachilab yuvishga garantiya beramiz.
Narx-navolarga keladigan bo'lsak, aka, narxini aytmabmiz. 65 mingdan 120 ming so'mga dovur fasodli plitkalarimiz. Nimaga sizlarda qimmat deb ko'p savol tushadi. Sifatli narsa qimmat bo'ladi hamma joyda. Kelaveradi, dastavkalarimiz yo'q. 100 kvadratdan ko'p olgan odamga yo'l kirani 50% ni qilib beryapmiz. 100 kvadratdan ko'p olgan. 99 kvadrat bo'lsa ham bo'lmaydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana bular aka so'kinlar uchunmi? Bular Dekorativniy toshlar. so'qillarimiz bitta bir qator e'tibor berasiz. Chiroyli. Trendda bo'layotgan narsalarimiz. O'nni. Gap bo'lishi mumkin emas. Qadrdonlar, mana buni qaranglar. Hozirgi kunda xuddi shularni yerga teradigan burchatkalar ham trendda, shunga moslab qo'yarsangiz, hovli, ya'ni oyog'ingiz tagi bilan devorlarni shunday qo'yarsangiz, yana ham menimcha bagati bo'lsa kerak. Inshaalloh. Shohona bo'lsa kerak. Hozir bu yerda mana klientlarimizni ko'ryapsiz, kirgan odam to'g'risi gangib bo'ladi. O'zimizga tavsiya qiladigan bo'lsa, hamma videoni ko'rganmiz qanaqa chiqishini. Biz tavsiya qilamiz o'zimiz yoqqanini, balki o'ziga yoqqanini olib kelsa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Bularimiz hozir 3D fason, to'g'rimi? 3D fasonlarimiz. 3D fasonda xohlagan rangda qilib berilaveradi. Klientning xohishiga qarab. Bu yerda yo'q ranglar bo'ladigan bo'lsa, bitta narsaga e'tibor beringlar. Bitamta rang ko'rsatadigan bo'lsa, aytyapman, bu yerda mutaxassislarga 99% ashrangni chiqarib beramiz. Rang chiqaradigan odamlarga doim bu yerda. Gap yo'q. Aka, yana bir narsa, buni hozir zakaz qiladigan bo'lsa-da, misol uchun 100 kvadratmi, 200 kvadratmi qancha muddatda tayyor bo'ladi? 15 kunda aka. 15 Hozirgi kunda navbatimiz, o'chirtimiz ko'p. Navbatga qo'yamiz. Inshaalloh muddat kelganda o'zi mana kun tayyor bo'ladi deb shu kun chiqarib yuboramiz. Hozir mana Qosonga chiqib ketyapti. Keyin buni ustanovka qiladigan o'zlaringda brigadalar bormi, komanda bormi? Ustalarimiz ham bor. Ustalarimiz 50 ming so'mdan 70 ming so'mga kvadratini qo'yishyapti. Devorning holatiga qarab. Qing'ir qishi devor bo'ladimi? Devor yo'q joylar bo'ladimi? Inshaalloh tekis qilib ko'rishib beramiz. Zo'r qilib. Inshaalloh. Gap bo'lishi mumkin emas, qadrdonlar. Aka, yangiliklarimizni hammasini aytib ketyapmizmi aka? Yangiliklarimiz shular, xudo xolasa aytdik. Xudo xolasa birinchi marta keldingiz. Keyingi safar kelganda bitta narsaga e'tibor beringlar, mana mutaxassislar deyapmiz-ku. Ko'p biz reklama beramiz, tarkibida sement yo'q, yengil toshlar deb. Xudo xolasa sinmaydigan toshlar ham chiqaryapmiz hozirgi kunda. Mana 2 metrdan tashlashib yuboradi. Toshni yana ham yengillatdik, retseptlarni o'zgartirdik. Xudo xolasa kelsa, ko'zlari bilan ko'radi klientlarimiz. Ish boshlamoqchi bo'lganlar, biznes boshlamoqchi bo'lganlar keladi, ular ham nimani bilsa, shuni o'rganib ketib, biznesini boshlayveradi, xudo xolasa. Mashalloh. Demak, ham sinmaydigan, ham yengil aka. Inshaalloh. Mashalloh. Gold Euro fasad har doim, har kuni yangilik chiqarish bilan ijodda inshaalloh. Gap bo'lishi mumkin emas. Men o'zim birinchi marta kelyapman Gold Euro fasadga, lekin o'zim ko'rib, haqiqatan lol qoldim. Sifat gap bo'lishi mumkin emas. Inson ko'zi bilan ko'rgandan keyin boshqacha bo'ladi. Siz ekranda, videoda ko'rgan narsa boshqa, lekin ko'z bilan ko'rgan boshqa narsa. Qadrdonlar, gap bo'lishi mumkin emas. Juda ham idealmi? Baland qo'ymaysan. Qadrdonlar, mana tashqariga qilingan joyi ekan Gold Euro fasadni. Mana bunday laklarni bersa ko'ryapsizlar, juda ham yaltirab turibdi. Boshqacha bo'lar ekan. O'ta dekorativni, mana so'kinlar uchun qadrdonlar, ko'ryapsizlarmi, assortimenti bombalari Gold Euro fasadda ekan. Barcha yangiliklar ham Gold Euro fasadda. Mana shu akalarimizning mehnatini qadrlab, like bosib qo'yinglar va tajribali ustalar kanaliga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring, hamisha xalq uchun, sizlar uchun, obunachilarim uchun xizmatdaman. Sog' bo'lasizlar, like bosgan qo'llaring muborak, kabatullohni ushlasin.